19. savol. La ilaha illalloh deb guvohlik berganda, ulardan birasi kam bo'lib qolsa, guvohlik berguchiga hech qanday manfaat bermaydigan shartlar qaysilar? Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dixtinglarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari bobi 19. savol. La ilaha illalloh deb guvohlik berganda, ulardan birasi kam bo'lib qolsa, guvohlik berguchiga hech qanday manfaat bermaydigan shartlar qaysilar degan temani o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. La ilaha illalloh deb guvohlik berganda, ulardan birasi kam bo'lib qolsa, guvohlik berguchiga hech qanday manfaat bermaydigan shartlar qaysilar? Javob: bu shartlar: birinchi, uning ma'nosini aniq bilish. Ikkinchi, uningga chin qalbidan ishonish. Üçüncü, ichki ve tashqi ko'rinish jihatda uning talablariga bo'yin egish. To'rtinchi, u talab qilgan barliq ishlarning hech birini rad qilmasdan qabul qilish. Beshinchi, uningga ixlos qilish. Oltinchi, uni tili bilan tasdiqlab qo'ymasdan aytganida rostchil bo'lish. Yettinci, şu kelimege ve şunu aytgan kişilerge muhabbet bağlaş. Fakat şu kelime üçünla dost ya ki düşman buluş. Elhamdülillah, yukarıda la ilahe illallah deb guvohlik berganda, ulardan birersi kam bo'lib qolsa, guvohlik berguchiga hech qanday manfaat bermaydigan shartlar qaysilar degan savolning javobini angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.